Assalomu alaykum. Bugun biz dasturlashdagi eng muhim ma'lumotlar tuzilmalaridan biri bo'lgan bog'langan ro'yxat, ya'ni linked list haqida chuqur suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, siz xazina qidiryapsiz. Birinchi xarita sizni ma'lum bir joyga olib boradi. U yerdagi quti ichida esa keyingi manzil ko'rsatilgan xat bor. Bog'langan ro'yxat xuddi shunday ishlaydi. Undagi har bir element o'zida ma'lumot saqlash bilan birga keyingi element qayerda joylashganini ko'rsatuvchi manzilni, ya'ni pointerni ham o'z ichiga oladi. Nima uchun bizga oddiy massivlar emas, aynan bog'langan ro'yxat kerak? Massivlar xotirada qat'iy ketma-ket joylashadi. Agar massiv to'lib qolsa va biz unga yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, kompyuter butunlay yangi kattaroq joy ajratib, eski ma'lumotlarni birma-bir ko'chirib o'tkazishi kerak. Bog'langan ro'yxatda esa elementlar xotiraning ixtiyoriy joylarida tarqoq holda yashashi mumkin. Ular bir-birini faqatgina ko'rsatkichlar orqali topib oladi. Bu xotiradan juda samarali foydalanish imkonini beradi. Bog'langan ro'yxatning har bir asosiy qismi tugun, ya'ni noda deb ataladi. Bitta tugun doimo ikkita asosiy qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism bu biz saqlamoqchi bo'lgan haqiqiy ma'lumotdir. Ikkinchi qism esa keyingi tugunning xotiradagi manzili hisoblanadi. Ro'yxatning eng birinchi tuguni kalla, ya'ni head deb yuritiladi. Eng oxirgi tugunning ko'rsatkichi hech qanday manzilni ko'rsatmaydi. U nol qiymatiga teng bo'ladi. Bog'langan ro'yxatning turlari ham mavjud. Faqat oldinga yuradigan ro'yxatni biz yakkalik bog'langan ro'yxat deb ataymiz. Agar har bir tugun nafaqat keyingi, balki o'zidan oldingi tugunning manzilini ham saqlasa, bu ikkilik bog'langan ro'yxat, ya'ni doubly linked list bo'ladi. Har qanday ro'yxatni o'qib chiqish uchun biz doimo birinchi tugundan boshlaymiz va keyingi manzil bo'ylab to oxiriga yetgunimizcha bitta sakrab boramiz. Algoritmlarni yechishda vizual tasavvur qilish juda muhim. Misol uchun, ro'yxatning boshiga yangi tugun qo'shish algoritmini ko'raylik. Buning uchun birinchi navbatda yangi tugun yaratamiz. So'ngra bu yangi tugunning ko'rsatkichini hozirgi birinchi tugunga, ya'ni headga yo'naltiramiz. Eng oxirida esa head o'zgaruvchisini yangi tugunga ko'chirib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, biz hech qanday elementni joyidan jildirmadik. Faqatgina ko'rsatkichlarni o'zgartirdik. Intervyularda eng ko'p tushadigan masala bu bog'langan ro'yxatni teskari o'girishdir. Buni qanday tushunish mumkin? Bizga ro'yxatni kezish uchun 3 ta yordamchi o'zgaruvchi kerak. Bular oldingi, joriy va keyingi tugunlardir. Biz ro'yxat bo'ylab yurgan holda har bir joriy tugunning ko'rsatkichini keyingisiga emas, orqaga, yana oldingi tugunga qarab burib chiqamiz. Bu jarayon tugagach, bizning so'nggi tugunimiz yangi birinchi tugunga aylanadi va algoritm muvaffaqiyatli yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mr. Rifat va AI hamkorligida tayyorlandi.